Davom etamiz. Ovoz bo'yicha ko'rdik mana mikrofon yoki ovozlarni. Xo'p, keyin ovozni yozdirib olish mumkin agar siz listening qilib eshitayotgan bo'lsangiz, mana listen bosdingiz, eshitasiz nima eshitayotganini va record yozib olish mumkin. Nima eshityapti shu haqida bilish mumkin. Mana o'zi listening bo'lgani uchun to'g'ri bo'lib turibdi va stop tugmasini bosib turib yana to'xtatib qo'yishingiz mumkin. Bu ovoz bilan bog'liq edi. Xo'p, keyingisi bu kompyuterlarni haqidagi ma'lumotda o'sha boshqarish qancha darajada ishlayotganligi, nimaga ulangan, masalan, batareykasi mana qaranglar, ko'rishingiz mumkin. Windows turib tugma bosilgan, network mana Tolibjon Erkinov Wi-Fi ga ulangan va 28% zaryadkasi qolibdi. Wi-Fi ni xarakter versiyalarini ham bilish mumkin bo'lyapti. Bu kompyuter bilan bog'liq versiyalar. Xo'p, internet. Bu internet asosan siz ularga ruxsat berishingiz yoki qulflab qo'yishingiz mumkin. Hozirgi kunda ko'pchilikda bo'layotgan muammolardan biri. Xo'sh, endi internet qulf qo'yasiz. Internet qulflanadi. Mana u teacherga kirganimizda mana mo qismi. Bu qismi qulf turibdi. O'quvchi internetga kira olmaydi. O'sha brauzer ishlamaydi. Agarda kim qulflamasa, u qulflashni xohlamasa, endi bu yerda yana o'ylab topilgan narsalar. Xo'p, qaysidir saytlarga ruxsat berish mumkin yoki qaysidir saytlarni taqiqlash mumkin. Asosan ruxsat berish yaxshiroq, chunki o'sha YouTube ga kirar, kundalik.com ga kirish mumkin, Telegram yoki bir nechta yana saytlar bo'lishi mumkin. Xo'p, bu yerdan plus tugmasi bosiladi va bu yerga o'sha saytning manzili kiritiladi. Copy qilib olib kelsangiz yaxshiroq. Kalitlari kerak emas, shundoq. Va tagiga description tasvirlab qo'yishingiz kerak bo'ladi, nima u sayt yoki boshqa. O'zi berganning o'zida saytni masalan berib ko'ramiz. Xo'sh, men kirdim YouTube ga ruxsat berish. YouTube'da silkasini oldim. YouTube silkasi va bu yerga OK tugmasini bosaman va mana bu yerda youtube.com saytiga ruxsat berish bo'lsa, mana ruxsat berishni tanlab qo'yamiz va bu yerda o'quvchiga kirib ko'rsataman. Endi bizda xo'p, mana internet ustiga bossanglar, mana qaysi saytga ruxsat bergani haqida ma'lumot turibdi. O'quvchi shuni ustiga bosadi va o'sha kompyuterda o'sha sayt ochiladi. YouTube bo'lsa YouTube bemalol o'tiradi. Agar o'quvchi bu yerdan bosmasdan o'zi yozadigan bo'lsa, Google ishlamaydi-yu, qidirishi. Faqat o'sha saytda o'zi ishlaydi. Bu yerdan o'sha sayt ustiga bossa, o'sha protokol ishlaydi. Bunda hozir yangi bo'lgani uchun qidiring deb yozyapti. Enter Max. Mana Enter Max kanalini ochyapti. Xo'p, YouTube ishlaydi. Endi boshqa saytni yozib ko'raylik. Masalan, aldayaptimi, bu aldamayaptimi bilib olamiz. Masalan, unsplash.com nima ishlayapti? Demak, qaysi joyda xato qilib biza. Xo'p, hozir buni ko'ramiz. Nega? Endi bu birinchisida kirib ketdi, lekin albatta tekshirgandan so'ng bu albatta qulflandi. Boshida kirdi. Lekin yozib qo'yman, ko'rdi, YouTube ishlaydi faqat bu yerda deb yozib qo'yapti. Молодец, men chalg'idimmi deb o'ylayman. Dastur zo'r, menga juda yoqdi. Xo'sh, tavsiya qilaman, o'rnatinglar shu joylarga ruxsat. Endi bir nechta saytlarni berib qo'yishlar ham mumkin. YouTube, Instagram yoki boshqa saytlar berasizlar. Kompyuter ishga tushirganinglarda sirazi shu joyga bitishga qo'ysanglar, o'quvchilar boshqa narsa ustunovka qilib qo'ymaydi yoki boshqa saytlarda o'tirmaydi. Bu ishxona uchun ham ajoyib deb o'ylayman, chunki ko'pchilik YouTube'da o'tiradi yoki boshqa. O'sha paytda qulflab qo'ysangiz, o'sha kerak bo'lgan saytini ochib bersangiz, ortiqcha harakat qilmaydi. Xo'p, endi bu yerda hammasiga ruxsat berish, bu yerda hammasini qulflash va bu yerda
siz ruxsat bergan saytlarga kirish ham mumkinligi, keyin qidirish, bu yerdan o'sha ma'lumot qidirishingiz mumkin yozilgan saytlarni. Xo'sh, buni aniq ishlatib ko'rganim yo'q. Xo'p, endi bloklanganda ham o'sha ssilka qo'yiladi va o'sha saytni blok tugmasini bosib qo'yasiz va o'sha saytga kirmaydi, qolgan hamma saytga kirishi mumkin bo'ladi. Endi bu yerda hozir yana berib ko'ramiz. Birorta sayt. Xo'p, bizda o'sha Unsplash deylik. Unsplash.com saytiga nima qilsin? Kirolmasin. Okey. Endi qaranglar. Bu yerda faqat bittasi faol bo'la oladi. Yoki yashil yoki qizil. Shu yerdan bitta tomoni siz yashilga berib qo'ysangiz, o'sha 3-4 ta saytlarga kirishi mumkin bo'ladi. Bir nechta yozib qo'ysangiz, hammasi ishlay oladi. Plyusni bosib qo'shib ketaverasizlar. Xo'sh, keyingisi, bu yerda u o'qituvchi nomi, dars, klasslar, sinf ochadi. Bu xonaniki. Bu yerda sizga kerak ortiqcha narsa, agarda siz 3-4 ta xona kompyuterni boshqarayotgan bo'lsangiz, bu sizga albatta kerak bo'ladi. Yoki bir nechta o'qituvchilar kiradigan bo'lsa, klass degan qismi bor. O'sha klass qismidan ochilishi mumkin. Klass qismi ochiladi. Geografiya bo'lsa, geografiya o'qituvchisi alohida ruxsatlari bo'ladi unda yoki boshqa. Menimcha ko'pchilik bermasa kerak kompyuterini. Ko'rish mumkin, yana tushuntirib o'tamiz uni ham. Xo'p, buni tushuntirib o'tdik. Internet bilan bog'liq details. Bu internetga qaysi joyga kirganligi kompyuterlari ko'rishingiz mumkin. Qaysi saytlardan foydalanyapti. Nazorat, kontrol. Xo'p, keyingisi bu yerda ilovalar. Hozir sizga ajoyiblarni tushuntirib o'taman. Video uzun bo'lib ketyapti. Keyingi video darsni ko'ring. Savolingiz bo'lsa yozing, nimalar bizga agar siz yangi narsa topgan bo'lsangiz, albatta o'rgatishingizni yoki qaysi joyga diqqatimizni qaratish kerak ekanligini aytsangiz, albatta bajaramiz. Tolibjon Erkinov, keyingi videoni ko'rishni unutmang. Like.